Qur'onda o'g'il so'rash duosi bor, ammo qiz so'rash duosi yo'q. Chunki Alloh qiz farzandni faqat munosib ko'rganlargagina beradi. Qiz bor uyda jannatiydir har bir ota. Muhammadga ummatidir har bir ota. Ayting, qiz bor uyda kamdir qay bir ota. Alloh suygan bandasiga qiz beradi. Xonadonga fayzlar olib kelar farzand. Har bir farzand otasiga iz bo'ladi. Oila baxti, saodatu yarim davlat Alloh suygan bandasiga qiz beradi. Qiz oladi ota-ona dili zori, qiz oladi ota-ona xabar holi, otasining yelkasida qizdir ori, Alloh suygan bandasiga qiz beradi. Qizi borlar, jannatingizni ehtiyot qiling. Qur'onda o'g'il so'rash duosi bor, ammo qiz so'rash duosi yo'q. Chunki Alloh qiz farzandni faqat munosib ko'rganlargagina beradi. Qiz bor uyda jannatiydir har bir ota. Muhammadga ummatidir har bir ota. Ayting, qiz bor uyda kamdir qay bir ota. Alloh suygan bandasiga qiz beradi. Xonadonga fayzlar olib kelar farzand. Har bir farzand otasiga iz bo'ladi. Oila baxti, saodatu yarim davlat Alloh suygan bandasiga qiz beradi. Qiz oladi ota-ona dili zori, qiz oladi ota-ona xabar holi, otasining yelkasida qizdir ori, Alloh suygan bandasiga qiz beradi. Qizi borlar, jannatingizni ehtiyot qiling.